Assalomu alaykum. Mana darvozamiz tayyor bo'ldi. Bu darvozamizni Namangan Popga dastlabki qilib o'rnatib beramiz. Darvozamiz razmeri 3.60 eni, balandligi 4 metr bo'lgan. Ikkita yondagi shveller, qovurg'a profillar 8 ga 4 profil, ichlari 6 ga 4 profilda bo'lgan. Darvozamiz hamma profillar 2 ga 2 profildan bo'lgan. 2 ga 2 qalin profildan foydalanganmiz. Listlarimiz 2 listda 2 qavatli bo'lgan. Nerjavakalarimiz ham sifatli qo'lingiz tushib qolmadi, sifatli nerjavakalar bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli ishlarga biz telefon qilarsizlar. Darvozamizni korobkasi ikkita yondagi shveller bo'lgan. Tepalarni ham lazer qilib berganmiz. Bir xilda o'zining guli bilan bir xilda qilib lazer qilib berganmiz tepalarni ham. Ishimiz sifatiga baho bersana bo'ladi. Cho'tir-po'tir umuman sepilmagan, silliqqa ishlab berilgan. Videoni tez olib qochib, ay bilan bekitish yo'q bizda, xudo xolasa. Ko'rsana bo'ladi. Cho'tir-po'tir umuman sepilmagan. Kraskalarimiz dev kraska orqa oldi bir xilda.